namoz o'qigim keladi, lekin o'qiy olmayman. Mana bu amalni boshlagim keladi, lekin boshlay olmayman. Mana shu mazmunda savollar juda ko'p keladi bizga. Aslida bir insonni ibodat uchun, yaxshi amal uchun egilishligi, shu yaxshi amalni boshlab olishligi uchun nega o'zida kuch topa olmaydi? Nega ko'p holatlarda qanaqadir bir to'siqlarga duch kelaveradi? Azizlar, bu savolni javobi hammalarimizni aloqador qiladi deb o'ylayman. Insonni zimmasidagi, yelkasidagi gunohlari ortib borgani sari yaxshi amallarga egilishi qiyinlashib boraveradi. Qancha gunohingiz ko'payib boraversa, qancha qilayotgan yomon amallaringiz og'irlashib, qalbingiz qorayib boraversa, yaxshi amallarga egilishingiz, yaxshi amallarni boshlab olishligingiz shunchalik qiyin bo'lib boraveradi. Istig'for buni davosi. Tavba qilamiz, istig'for aytamiz, to'xtovsiz bilib bilmay qilgan gunohlaringizga va yoki aynan qilgan gunohlaringizni nomma-nom zikr qilgan holatda tavba qilishlik, Alloh taologa istig'for aytishlik sizni ham bir kun kelib yaxshilar safidan o'rin olishligingizga inshaalloh olib keladi. Bir kun kelib boshingiz sajdaga tegadigan, bir kun kelib ro'zadorlar, hoj va umra amallarini amalga oshiruvchilar safida bo'lishligingizni ilk boshlang'ich qadami do'stlar istig'for va tavba.